Assalomu alaykum hurmatli asalachilar. Mana bugun 2026-yil 7-iyul sanasi. Mana uyda qolgan mana 8 ta oilalarimiz qolgan edi. Shular mana Xitoy paxtasidan ham shira kelib, arilar asalga ishlashni boshlabdi. Xitoy paxta shira beradi, bermaydi degan savollarga javob bo'lish maqsadida men ozgina video olmoqchi edim. Mana shu oilamiz paxtadan yaxshigina asal olib kelyapti ekan. Hozir ko'rib, bitta munparda berib, keyin video olgim kelib qoldi. Uyda ham yomon ishlar yo'q o'zi asli. Jizzaxdagidan ko'ra bu yerda tuxum ham ko'proq-u, lekin endi odam yangilik qilgisi keladi-da, baribir. Mana oxirgi ramkasiga ham mana yaltiratib, anchagina olib kelib qo'ygan. Mana bu mashinani hozir qo'ydim. Mana undan keyingi ramkalarga rosmana oqartirib, mana asalga anchagina ishlab qo'yishgan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana ramkaning pastki qismlarigacha asalni rosa quyishyapti ekan. Mana bundan keyingi ramkamizni ham mana tepa qismlarini pechatlashni boshlabdi. Mana qismlari ham asal, mana pastki qismlarigacha asalni rosa bosishibdi. Mana o'rta qismlarida lichinkalar bor. Asallari juda ham yaxshi ishlayapti. Mana keyingi ramkamizda ham asallar yaltirab yotibdi. Mana hurmatli asalachilar, mana kichkinagina keyingi atotgamiz ham anchagina ishlab qo'yibdi. Pechatlashni ham boshlabdi. Mana yangi asallar ham kelyapti. Tepalarini pechatlab, tuxumlari mana yaxshi. Mana bir haftacha oldin qo'yilgan mashinaga, mana Xitoy mashina edi. To'ldirib tuxum qo'yib, mana lichinka bo'lib qolibdi. Asosiy qismi. Tepa qismlariga asal ham olib kelyapti ekan. Hurmatli asalachilar, bundan tashqari keyingi yilga 2027-yilga nasl olish uchun yangi karnika matka sotib olgan edim. Bir oycha bo'lib qoldi. Shu matkani ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Matkani mana shu 5 ramka ariga qabul qilingan edi. Bu matka ham hozircha yaxshi tuxum qo'yapti. Endi bir asal sezonida oxirigacha ishlasa, asal yig'ishlari ham qay darajada ishlagani ko'rinadi. Mana o'sha yangi F0 matkamizning tuxumlari yaxshi tuxum qo'ygan. Mana keyingi ramkadagi tuxumlari mana juda ham yaxshi tuxum qo'ygan. Mana qismlarida mana bolalari chiqishni boshlagan. Bolalar chiqqan joylarga mana asallarni quyib tashlayapti ekan. Hozir tabiatdan yaxshi shira kelyapti ekan. Mana matkamiz ko'rishlaringiz mumkin. Karnika kapun. Erik kapun. Sloveniya davlatidan keltirilgan matka. Bitta oyog'i ozgina cho'log'on bo'lib qoldi. Endi ammo lekin yaxshi tuxum qo'yyapti. Qabul qildirishda ozgina muammoga duch kelib, matkamiz bitta oyog'i cho'loq bo'lib qoldi. Lekin mana cho'loq holatda ham qo'ygan tuxumini ko'rdilaring. Endi Xudo xolasa qishdan eson-omon olib chiqib olsak, keyingi yilga bu matkamizni ham qizlaridan chiqaramiz.